أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Yana qanday Sufyan ibn Uyayna shuna deydi. Men Ka'bani tavob qilayotgandim, shunda qarasam bir odamga ko'zim tushib qoldi deydi. Ka'bani tavob qiladi. Nayt salih. Qalbimga Allohning salih bandalaridan ekanligi qalbimga shunda bir issiq keldi. Shunda bir kishiga ko'zim tushib qoldi dedi. Men unga yiqillab berib dedimki, "Hal taqulu shay'an yanfa'uni Allahu bihi?" Sen menga Alloh menga manfaat beradigan bir narsani degan bo'lsang, bir narsa so'zlab beramsan menga deb shunda dedim. Desam, hech bir javob qaytarmadi menga dedi. Va tavobini davomlashtiradi. Shunda men tavobni tugitib namoz o'qidi. Maqomi Ibrohimning keyin 2 rakat namoz o'qidi. Uning keyin Hijr Ismoilga kirdi. Ka'baning hammasiga ma'lum. Hijr Ismoilga kirdi va shu yerda o'ltirdi. Shunda men berib uning yanında o'ltirdim va dedimki, "Ya sayyidi, ustoz, menga bir narsa degin. Alloh menga manfaat beradigan bir narsa demsa, menga deb bersang" deb shunda dedim. Dediki, "Hal tadri maza qala Allohu azza va jall?" Allohning nima deganligini bilamsan deb shunda dedi. Menga dediki, Allohning nima deganligini bilamsan. Mushu ilohiy hadrat ilohiy nidoni anglagan bo'lsa kerak. Anal hayyul ladzi la amut halummu ilayya ati'uni aj'alkum ahya'a la tamutun inda rabbihim yurzaqun. Men ölmaydigan hay tirik bo'lgan zotman. Ya Allohning nima deganligini bilamsan? Alloh dediki, "Men ölmaydigan tirik zotman. Menga kelinglar. Menga itoat qilinglar. Men sizlarni ölmaydigan tiriklardan qilaman." deb shuna deganligini bilamsan deb shuna debdi. İnson qarindoshlar qabrisiga qo'yilgan birinchi kecha hammamizga keladi 4 kundan keyin. Qabrimizga qo'yilgan birinchi kechada Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. "Abdi raja'u wa tarakuk wa fi at-turabi dafanuk wa law baqaw ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayy allazi la yamut" deb shunday deydi Alloh subhanahu va taolo. Bandam qaytib ketishdi ular. Seni olib kelgan bu kishilar qaytib ketishdi. Seni bu yerga tashlab qo'yib qaytib ketishdi. Tuproqqa dafn qilib bu yerga tashlab qo'yib ketib ketishdi. Ular sen bilan qilib qolgan bo'lsa, senga hech bir manfaat yetkazolmagan bo'ladi. Qilib qolgan bo'lsa ham manfaat yetkazolmagan bo'ladi. Senga mendan boshqa hech kim qolmadi deb shunday deydi Alloh subhanahu va taolo. Men bo'lsam o'lmaydigan tirik zotman deb Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Yelqan Adam dediki, "Alam tasma' rabbuka yaqul?" Rabbingning deganligini anglamadingmi? "Anal hayyul ladzi la amut, fa in ata'tumuni ja'altukum ahya'a la tamutun fi jannatin arduha as-samawati wal ard. أنا الملك الذي لا أزول هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون ملوك الدار الآخرة. أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون هلموا أطيعوني أجعلكم كذلك. أي كلما دعوتموني أجبكم كلما سألتموني أعطيتكم أنا عند ظنكم ولئن سألني أحدكم لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه." degan bu so'zni anglamadingmi dedi. Men tirik zotman dedi. Men o'lmaydigan tirik zotman dedi bu. Agar menga itoat qilsanglar, men sizlarni o'lmaydigan tirik kishilardan qilaman. Osmonlar kengirligi, osmonlar va zamin chiqilgan shu jannatda menga o'lmaydigan tiriklardan qilaman sizlarni. Shu jannatga kirgizman sizlarni. Men mulki zoil bo'lmaydigan, yo'qolmaydigan podshohman men. Menga kelinglar, menga itoat qilinglar. Men sizlarni zavalliq yuzlanmaydigan shunda podshohlardan qilaman. Ya'ni oxirat ho'ylisining, oxirat dunyosining podshohlaridan qilaman. Men shunday podshohmanki, agar men bir narsani iroda qilsam, kun fayakun de. Vujudga kel deyman, u vujudga keladi de. Kelinglar, menga itoat qilinglar. Men sizlarni ana shunday kishilardan, baxtli kishilardan qilaydi.
qachon menga duo qilsanglar, men sizlarga ijobat qilaman. Nima qachon so'rasanglar, sizlarga beraman. Men sizlarning gumoninglarda dedi Alloh subhanahu. Men sizlarning gumoninglarda. Meni qandoq gumon qilsanglar men shundoq. Wala in sa'alani ahadukum agar sizlarning biringlar mendan so'rasa, men uning chuqum beraman. Menga duo qilsa ijobat qilaman dedi. Mana bu qarindoshlar Asmaullohil Husnaning birinchi Asmaulloh go'zal Allohning go'zal ismlaridagi Al-Malik hammaga ega bo'lgan podshoh bo'lgan Robbimizning ismlarini haqida kelgan ba'zi bir tunishtirishlar, tushunchalar bu yergacha qarindoshlar. Shuning uchun biz yuqorida tilg'ilib o'tganimizdek ana shu Robbimizni haqiqiy ravishda tunuydigan, biladigan, Malik Robbimizni bilgan bir mu'minlardan qilishini Robbimizdan tuvanchilik bilan so'raymiz qarindoshlar. Alloh bizni ana shu baxtli kishilardan qilsin. Biz dunyoda bir o'rnimiz qolsin. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد